Assalomu alaykum. Bank yacheykasi nima va unda nima saqlash mumkin? Bugun sizga aynan shu haqda ma'lumot beramiz. Ta'til, uzoq muddatli ish safariga ketayotganingizda yoki shunchaki uyingizdagi qimmatbaho buyumlarning, moddiy qimmatliklarning xavfsizligi uchun shaxsiy bank yacheykalari yoki seyflardan foydalanishingiz mumkin. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Nima uchun bank yacheykasi foydali bo'lishi mumkin? Mantiqan olib qaraganda, bank yacheykalarida moddiy qimmatliklar va pul mablag'larini saqlash sizga daromad, to'g'rirog'i foizli daromad olib kelmaydi. Lekin shaxsiy bank yacheykalaridan pul mablag'larini saqlash va yuridik amaliyotlarni, masalan, uy, joy oldi-sottisi vaqtida foydalanganda xavfsizlik to'liq ta'minlanadi. Bank yacheykasining asosiy afzalliklaridan biri esa uning xavfsizligi hisoblanadi. Banklar ko'p bosqichli himoya tizimiga ega. Bank yacheykasi esa bu metal seyf bo'lib, u zirhli eshik, qo'riqlash tizimi, signalizatsiya va video kuzatuv bilan jihozlangan xonada himoyalanadi. Bank yacheykasida nimalarni saqlash mumkin? Bank yacheykasida pul, qimmatli qog'ozlar, qimmatbaho metallar va toshlar, zargarlik buyumlari, hujjatlar va boshqa boyliklarni saqlash mumkin. Bank yacheykasidagi moddiy qimmatliklarning butligi va seyf daxlsizligi bo'yicha to'liq javobgarlikni bank o'z zimmasiga oladi. Shuningdek, mijoz bo'yicha bank siri ma'lumotlarini oshkor etmaslikni kafolatlaydi. Bank yacheykasi xizmatidan qanday foydalanish mumkin? Birinchi navbatda siz istagan bankka ariza berasiz. Buning uchun sizga identifikatsiya hujjatlari, masalan, pasport nusxasi kerak bo'ladi. Ko'pgina banklarning veb-saytlarida siz onlayn ariza topshirishingiz ham mumkin. Bank arizani ko'rib chiqib, bank xodimlari to'liq ma'lumot berish uchun keyinroq siz bilan bog'lanishadi. Navbatdagi qiladigan ishingiz esa bank yacheykasi hajmi va saqlash muddatini tanlash bo'ladi. Bank yacheykasini tanlaganingizdan so'ng hajmi, ijara muddati va to'lov summasi ko'rsatilgan shartnoma tuziladi. Undan keyin esa sizga bank yacheykasi kaliti beriladi. Ikkinchi kalit esa bankda qoladi. Bank yacheykasiga biror narsa qo'yish uchun, undan biror narsa olish uchun siz bank xodimi bilan birgalikda omborga kirasiz. Yacheykani ochish uchun xodim o'z kaliti va siz o'z kalitingizni ishlatasiz. So'ngra moddiy qimmatliklarni bank yacheykasiga joylashtirishingiz uchun bank xodimi sizni omborxonada qoldiradi. Shundan so'ng siz bank yacheykasini o'z kalitingiz bilan va bank xodimi o'zining kaliti bilan yopadi.